Yuring kapuchinoxon tezroq yuring. Anu maniyak yana kelib qolmasin. Xo'sh, yana shu manyakmi kapuchinoxon to'xtang. Uyga qochish kerak. Endi qanday qilib bu manyakdan qutulaman? Mashinamni bersang qutulasan. Yo'q, senga mashina axir men birinchi topdim. Baloni yebsan, ber. Yo'q. Opa, yaxshi videoda montaj qilib bo'ldim. Endi sovib ketdim. Ham o'rmon tomonidan sovuq havo kelyapti. Eshikni yaxshi yopib qo'yamiz. Hammaga salom, sizlar bilan men Astromik va yangi videoga xush kelibsizlar. Bugungi videoda sizlarga men ko'rsatadigan narsam ko'rishingiz mumkin. Fishing rod obunachilar. Fishing rod bu eng legendarniy qarmoq obunachilar. Bu bilan biz hozir baliq ovlagani boramiz. Ammo baliq ovlashdan avval biz albatta mana bu yerdagi polizlarimizni yig'ishtirishimiz kerak. Nimaga desanglar, u polizlar endi davlatda ish obunachilar o'zingizlar bilganlar endi yo'q, xullas obunachilar. Polizlar albatta har doim qilinadigan ish. Bu hech qachon qilinmay qolmagan ish emas bu obunachilar. Savdogar qayerga ketdikina shu mahalda savdogar qayoqda ekan? Diqqat savol, savdogar qayoqda? Sizlar bilasizlarmi obunachilar? Let's go, albatta kommentariyga yozib qoldiringlar. Xo'sh, okey, unaqangi bo'lsa biz mana bularni terib olamiz. Mana bunaqa qilamiz. Все, obunachilar, endi buni qaytarib ekib chiqib, keyin bemalol biz sevimli mashg'ulotimiz bo'lgan baliq oviga borsak bo'ladi obunachilar. Baliq ovi juda ham qiziqarli bo'ladi. Albatta videoni oxirigacha ko'rsanglar sizlar bilib olasizlar baliq ovi qanchalik qiziqarli bo'lishini. Xo'sh, okey, unaqangi bo'lsa men ikki bo'ldik bu obunachilar. Mana bu soyda ichida, soy deyman, bu suvni ichida qolganlarni ham terib olamiz va sekingina shkafimizga solamiz edi, sirazi ketaveramiz. Davay, xolodilnikka solib qo'yamiz. Bizga vaqti farqi yo'q. Lekin men bularni xolodilnikka solib bo'lmas ekan. Shuning uchun shkafimizga solib qo'yamiz. Shkafimiz qayerda? Shkafimiz bu yoqda. Buni ham qo'yib qo'yamiz. Bo'ldi. Endi biz bemalol baliq oviga ketishga tayyormiz obunachilar. Chista obunachilar. Mana ko'rishingiz mumkin, inventarni top-toza va qishlog'imiz ham takoy obunachilar. Ko'rishingiz mumkin, bu yerda bolalar o'ynaydigan joy bor, lekin bolalar yo'q qishlog'imizda, to'g'risini aytsam. Albatta to'y qilishimiz kerak. Merdimi birorta qishloqni, birortasini keluvchi to'yini qilishimiz kerak, keyin topiladi. Xo'sh, menimcha mana shu tomonda edi ko'l. Adashmasam yoki bu tomondami lekin. Davaydi mana bu tomonga ham qarab ko'ramiz. Agar mana shu tomonda bo'lsa, mana topildi. Xo'sh. Yo'q, qanaqa kim buni metallomga tashlab ketdi bu? Stop, metallom emas, o'rmoni. Kim buni o'rmonga tashlab ketdi? Yo'q, xo'sh, nima? Teksang o'lasan. Kim yozgan buni? What? Bo'lishi mumkin bas. Eshiklar ishlayapti, lekin mana bu yerda eshigi yo'q va bitta baloni yo'q ekan obunachilar. Buni biz bir nima qilib o'zimiz eplab, buni remont qilib, ranglarini, kraskalarini bo'yab, takoy qilib olishimiz mumkin obunachilar. Hech qanaqangi xavotirlik qilmanglar, prosta ishqi motor akkumulyatorlari chotki bo'lsin. Hozir qaraymiz, agar chotki bo'lsa bu mashina meniki aniq. Chotki turibdi obunachilar, chotki chista obunachilar. O'sha bizda omadimiz keldi, tilamaylanmasdan obunachilar deb o'ryapman ko'p. Endi bu mashinani uyga olib ketishimiz kerak. Qani minib ko'raylikchi, yurarmikin? Yurmasa agar hozir ustidan bo'ldi, yurar ekan obunachilar. Ustidan chaqiraman deb turdim. Endi baliq oviga endi keyinroq kelamiz obunachilar. Baliq ovi bo'ladigan narsa. Xo'sh, okey, endi sekin mana shu yoqdan ustiga olib boramiz. To'g'ri qishloqda bitta usta brat bor edi, tanish. O'shani yoniga shunday olib boramiz dek, nima qilamiz? Mashinani bo'yashda yo'q hamma yo'g'ini so'raymiz, lekin mana bu yerda eshigi yo'q, havo aynaladi, mana bu oynasi ham yo'q ekan. Chota xavfli bo'lishi mumkin, lekin bizga farqi yo'q obunachilar. Biz ham mashinali bo'lsak bo'ldi. Xo'sh, menimcha agar o'tdan haydashga majbur bo'laman yoki mana bu yo'ldan obutsa bo'ladimi? Afsuski obutsa bo'lar ekan. Nimaga afsuski? Yaxshi tomonga obutsa bo'lsa, obunachilar, xullas kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Xo'sh, mana obunachilar, mana uni qaranglar. What the fuck obunachilar. Xo'sh, endi birat kirsam bo'ladimi? Xo'sh, assalomu alaykum. Garochi mashina instrumentlaringiz qani, ko'chyapsizmi? Okey, yangi uyga ko'chayotgandim-da, garochi instrumentlar shu yerda. Yangi yuz qatta keluvchi mashina bor edi, mana shuni bir remont qilish kerak edi. Oynadan ko'rdim, hozir u mashinasiga kamida $1000 ketib boradi.
$1000 deysizmi? $1000 aka. Bo'lmasa men shuni tuzataylik-da, men buni haydab yurmayman. Endi qishloqda sotib yuboraveradi $2000 ga. Lekin 2000 bas, u 1,5 mingga ketishi mumkin. Nu davay aka, davay buni biz sirasi tuzataylik-da, bo'lmasa sotib yuboraylik aka. Nima qilaman buni? Bu nimada bu o'zi yangi turibdi. O'zi qayerdan oldingiz bu mashinani, brat? Bu mashinanimi? Bu bobomdan meros qolgan kerak. Aka, tushunasizmi? Bobodan meros qolgan narsani sotib bo'lmaydi, yo'q, bizda farqi yo'q. Unaqangi bo'lsa, kechroq keling, mashinangizni o'zim tuzatib qo'ygan bo'laman. Bo'ldi, gap yo'q, aka. Men kechroq kelaman, xo'sh. Okey, obunachilar, bo'ldi, ishimiz hali mashinani qo'yib qo'ydim, obunachilar. Endi bemalol kechki payt kelib mashinani olib ketamiz va qishloqda mazza qilmaylar sotib yuboramiz, obunachilar. Xo'sh. Ungacha davayte biz Baliqo'ga borsam ekan. Davay Baliqo'ga borib kelaman. Let's go. Yo, men 2 soatdan beri o'tiribman, birorta baliq chiqmadi. Mana shu birdan. Короче, bitta blok ekanda, o'shanga umuman chiqmay. Oh my god. Hozir chiqdi. Vuy, obunachilar, bitta baliq tutdim, o'sha akalaring baliqchi. Obunachilar. Va bu yoqda nima? Mana bu brat mazziz joyidami? Nima unaqangi ustizga qo'llar chizib olgan? Mashinami ber? Qanaqa mashina? Qarayib turgan mashina barkiydi. Jondan kechasizmi mashinadami? Qanaqa jondan kechish? Jinnimiz aka, jinni ekan bu, qochish kerak. Obunachilar, bo'ldi. Qanaqa qochib ketaman, o'zi qisilib qolyapman, obunachilar. Короче, bular jinnilar qishlog'imizda yo'q emas, короче, obunachilar. Bularni o'sha vaqtida yo'q qilib yuborish kerak, obunachilar. Sekin biz qishloqqa boramiz-da. Menimcha brat mashinamizni ham tayyor Menimcha brat mashinamizni ham tayyor qilib qo'ygan bo'lsa kerak, o'sha brat yoniga boramizda, mashinani olamiz, maza qilib qishloqda aynalib yuramiz, obunachilar. O'sha mana kit tushyapti. Men bu yoqdan ertalab chiqsa, bu yoqdan kit tushadi. Ko'rishlar mumkin Baliqo'dan, lekin obunachilar omadim kelib 2 soat deganda bir dona xullas baliq tutib oldim. Xo'sh, unga kiraychi. Brat. Nima qildingiz, brat? Mashinani Короче, pulni kartadan tashlab yuboribsiz, ko'rdim. Mana mashina qichuv turibdi, ko'rishingiz mumkin. Ranglariga bo'yab, faralardan almashtirdim, takoy chiqdi. Oh my god, brat. Men sizga вообще oldim. Uzr, brat, nima ishtima qilmaydi bunga? Yo, ishtima qilmaydi, xolasangiz qishloqda buzib o'tgandi. Bunga garantiya 1 minut. Qanaqasiga 1 minut aka, tushunmasa 6 yil bering. Qanaqa 6 yil, 6 sekund beraman, hozir boring, yo'qoling, keting. Bo'ldi, mayli, xo'p, tushundim. Xo'sh. Ketdik, короче, qishloqda aynalamiz. Yo'mayo. Obunachilar, birinchi muammo o'zi mana shu yerdan chiqib kelyapti. Xo'sh. Ozgina mana bu yoqdan o'tib ketsak, hozir mayli bu qishloqiga keyinchalik uyini to'g'irlab beramiz. Xo'sh. Okey, bo'ldi. Uy, bu mashina vahsha tez ekan, lekin qishloqda buzib o'tib ketsangiz ham ishtima qilmaydi deb to'g'ri aytgan shekilli. Jiguliga ishtima bo'lmadi, lekin hamma yo'q buzilib ketyapti, obunachilar. Bu mashinani minish qiyin ekan, obunachilar. Eski holatida oson minardim. Xo'sh, bu qanaqadir bu qisilib qoldi. Buni hozir to'g'rilash uchun men uyimdan narsalarimni olib chiqaman-da, keyin o'sha yoqdan sug'urib olganimizdan keyin maza qilib qishloqda aynalamiz, xullas, obunachilar. Tushungan bo'lsalar ham bo'ldi. Tushungan bo'lsalar sizlar tushundilar o'sha, obunachilar. Tushungan odam tushunadi o'zi. Xullas, davayte tezlash kerak, obunachilar. Men mashinani minishga вообще qiziqib ketyapman. Boru, men bu uy ham xalaqit beryapti. Bu uyni sudga beraman. Meni вообще asabim chata. Xo'sh. Men bu yerda aynalib o'tish kerak. Xo'sh, okey. Bularga farqi yo'q bo'lsa ham meni asabim chata. Xo'sh. Okey, davay, bo'ldi, mana chiqarib oldim. Endi aynalamiz. Oh my god. Ajoyib g'aroyib eshik yopamiz va biz o'zimizning qichuv mashinamiz bilan qishloqda aynalamiz. Okey, let's go. Yerga atom bombasi tushdimi nima balo? Xo'sh, mayli, bizga aloqasi yo'q, lekin nimagadir tez yurmayapti, obunachilar. Buni tez yurishini yo'lini biladiganlar bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Xo'sh. Atak qishloqimizda buni ovozlari ham boshqacha, obunachilar. O'sha buni xo'sh, mana bu yerga qo'yib qo'ysam, keyinchalik sotib yuboraman buni, obunachilar. Baba, ko'rishlar mumkin, bu yo'q asfalyo, bunaqangi pas anaqalarda, shag'allarda meni yurish yarashmaydi, shuning uchun men shunday qoplab qo'yib qo'yaman. Buni keyinchalik sotib yuboramiz, obunachilar. Buni sotib nima qilasan desanglar, buni sotib keyin men
magazin quraman obunachilar. Bu magazinda biz mazza qilib o'zimizni bizneslarimizni rivojlantirsak bo'ladi. Xo'sh, menimcha jetillarda internetida bag bo'lyapti. Shekilli, ну nicho biz uyimizga borib o'z-o'zini damimizni olib yotamiz. Xullas, let's go obunachilar. Davay, brat, hali ham uyingizga ketmadingizmi? $1000 keyin hisob-kitob o'sha kreditlarga pul to'lash kerak, bola-chaqa pampers deganday. Siz polis bormi? Ular shaharda yashaydi, qishloqqa loyiq emas. Qishloqqa loyiq. Mayli, brat, o'zingiz xullas bu brat ham mazasi qochib shekilli. Uni davay obunachilar bo'ldi. Hamma yo'q yopaman, aytdim, havo aynalib tursin deb eshikni ochib qo'yib, maza qilib damni olamiz, notebookimiz o'ynaymiz obunachilar. Let's go. Xo'sh, o'sha kompyuter o'yinaverib zerikib ketdi va o'zigacha uxlash kerak obunachilar. Eshikni yopaman shekilli. Brat, nima qilyapsiz bu yerda? Mashinamni berdim senga. Qanaqa mashinangiz, brat? Mana mashinamni qaytarib bermasga hozirda o'zim o'ldirib yuboraman. Mashinam qani? Mashinangizmi? Ana qishloqda, u tomonda akaruchi o'g'lishingiz mumkin. Bo'pti, seni kechirdim. Lekin nima? Meni kechirdi, lekin nima deyapti bu ahmoq? Jinni mashinamni tezroq qaytarib olishim kerak. Mashinani qaytarib olishni xayoliga ham keltirmagan, o'ldirib tashlayman bu safar. Obunachilar kommentariyaga yozib qoldiringlar, mashinani qaytarib olaylikmi yoki yo'q. Albatta, sizlar hal qilasizlar buni obunachilar, albatta kommentariyani izohlayni o'qib chiqaman. Let's go. Sizlar nima desanglar shuni qilamiz. Xohlasanglar mashinani qaytarib olamiz, xohlasanglar shunga qaytarib beramiz.